Paltoni xuddi shu holatga olib kelib qo'yishadi. Nimani hisobiga? Qaysi xatoni hisobiga? Ko'pchilik qiladigan noto'g'ri dazmollash hisobiga. Dazmol faqat parovoy dazmolda qilasizlar. Birinchisi. Ikkinchisi, ishlatiladigan suvingiz filtr suv bo'lishi shart, обязательно. Dazmolni oldini ko'rasizlar. Tozami, toza emasmi? Shunisiga ham e'tibor beringlar. Bo'lmasam, rangini ham buzib qo'yishingiz mumkin. Eng glavnisi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan yana bitta jihati, paltoni dazmol qilayotganda naturalniy, toza shers, sholk, kashmir paltolarni. Bu gap polister, lycra paltolarga tegishli emas. Naturalniy paltolarni dazmol qilayotganda mana shuna qilib dazmol qilishadi. Bu juda katta xato hisoblanadi. Qanaqa dazmol qilish kerak? Qanaqa dazmol qilish kerak? Tepadan pastga, juda oddiy, toza suv, tepadan pastga dazmol qilish tamom. Yoqasiga keladigan bo'lsak, yoqasini agar birinchi marta dazmol qilayotgan bo'lsangiz, yoqasini kuydirib qo'yasiz. Chunki o'zimizning bolalar payt kelsa kuydirib qo'yishadi. Mabodo sizga kuygan yoqalar bo'lsa, xudo xolisa remontni ham qildirib beramiz. Yoqasini qanaqa dazmol qilinadi? Dazmol qilmaganingiz yaxshi. Agar mabodo qilaman desangiz, bir sidra tegizib o'tib ketasiz, bo'ldi. Qayta qilsangiz kuydirib qo'yasiz. Odam terisi kuygandagi yoqasi ham kuyib qoladi. Tarog'ingizda oddiy soch tarog'i ham bo'ladi. Yaxshilab tarab olsangiz bo'ldi yoqasini. O'ziga keladi yoqa. Paltoni kuydirib qo'ymanglar, unaqa qimmatbaho narsalarni ehtiyot qilinglar. Profilimizga podpiskani bosib qo'ying. Zo'r narxlarda mana shunaqa chiroyli paltolarni qo'yib boramiz.